qara jigaring, mazkur formamizni kiydik. Lekin sen shu formani tegidan ham shalvaring kiyib kelsan nimaga? Ikkinchi soat jismoniy-ku. Bugun bayram-ku. Zebo, xonani bo'shatib qo'yasizlarmi? Biz chiroyli qilib bezatmoqchi edik-da. Onamga olib ketsam bo'ladi. Ko'z olaytirman, uni qizlar bayramiga olganmiz. Bayram yili munosabati bilan Shodiyorbek Rasulov sizlarga o'zining she'rini tayyorlabdi. Marhamat. Ona sochlaringga oralabdi oq. Ona to'g'risida she'r bizga nima aloqasi bor? Endi biz ham ona bo'lamiz. Sochimizga oq tushadi, shu haqida aytayotgan bo'lsa kerak. Men bu yoqdaman, menga bir boq. Jonajonim, jonim onajon, lola jonim, lola qizg'aldoq. Ustoz Beshqur, endi bular bayrami-yu. To'rtta normalni, to'rtga ham loyiq emas bular. Zebo. तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूं Voy, qanday Zebo baxtli qizlar. Sen ham baxtlidirsan, Malika. Men seni aytmagan to'yga qochinni. Bo'pti, onamga beraman. Onajonim, lola, lola qizg'aldoq.